Turkiya prezidentining jumboqli ishorasi 3-jahon urushiga kim tayyorgarlik ko'rmoqda? Rossiya armiyasi Dnepropetrovsk oblastida hujum qilmoqda. Bu yurishning maqsadi nima? Isroil armiyasi G'azoning katta qismini nazoratga oldi. Ukraina birinchi bosqich. Putinning kelgusi maqsadi qayerda? Yuzlab isroilliklar Eron razvedkasiga yo'nalish bo'yicha qo'ng'iroqlar oldi. CNN. Orban Zelenskiyni Vengriyani ta'qib qilishni bas qilishga chaqirdi. Eron sanksiyalar tiklanishini javobsiz qoldirmoqchi emas. Turkiya prezidentining jumboqli ishorasi 3-jahon urushiga kim tayyorgarlik ko'rmoqda? Ba'zi o'yinchilar Rossiya va Ukraina o'rtasida harbiy harakatlarni qo'zg'atdi. Turkiya esa tinchlik o'rnatish uchun mehnat qildi, dedi Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on Bosh Force diplomatik forumda. Ko'plab davlatlar suriyaliklardan yuz o'girganida biz ulardan yuz o'girmadik. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroda ham shunday qildik. Urush baronlari olovga moy sepib turganda biz adolatli tinchlik uchun mehnat qildik va hozir biz buni Falastinda, G'azoda ham qilyapmiz, dedi Erdo'g'on. Erdo'g'on o'yinchilar va urush baronlari deganda kimlarni nazarda tutganini tushuntirmadi. 2024-yil iyul oyida Erdo'g'on ba'zi g'arb davlatlari va doiralari 3-jahon urushi boshlanishiga olib keladigan harakatlar kursini qo'llab-quvvatlayotganini aytdi. Shunda u pul ishlashni istaydigan qurol savdogarlari borligini va g'arb bozori ular uchun aniq yo'nalish ekanini ta'kidladi. Rossiya armiyasi Dnepropetrovsk oblastida hujum qilmoqda. Bu yurishning maqsadi nima? Sentyabr oyida Rossiya armiyasi Dnepropetrovsk va Donetsk oblastlari chegarasida frontning boshqa uchastkalariga qaraganda ildamroq harakatlanib, oldinga siljidi. Deyarli har hafta Rossiya Mudofaa vazirligi ushbu hududda egallab olingan qishloqlar haqida hisobot berib kelmoqda. Rossiya armiyasi aslida Dnepropetrovsk oblastida qanchalik tez harakatlanmoqda va Rossiya harbiylarining bu hudud ichkarisiga kirib borishidan maqsad nima? Rossiya harbiylarining bu hududga bostirib kirishidagi dastlabki muvaffaqiyatlarni Sentr guruhi ta'minladi. Keyinroq Rossiya Federatsiyasi armiyasi bu hududda Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumlariga uchragan asosiy e'tibor janubga qaratildi. Bu yerda Vostok guruhi bo'linmalari jang qilmoqda. Dnepropetrovsk oblastidagi yurishni Rossiyaning ikkita umumqo'shin armiyasi olib bormoqda. Ular frontning ushbu uchastkasida Ukraina qurolli kuchlari mudofaa chizig'iga yorib kirishga harakat qilmoqda. Bu chiziq Yanchul daryosi bo'yidagi Uspyanovka qishlog'i, Volchaya daryosi bo'yida joylashgan Velikaya Mixaylovka qishlog'i, shuningdek Salenaya daryosi bo'yidagi Novopavlovka qishloqlari orqali o'tgan. Shuningdek, Rossiya armiyasi Zaporojye Donetsk trassasidagi logistika jihatidan muhim bo'lgan Pokrovskiy posyolkasiga ham yorib o'tishga intilmoqda. Dnepropetrovsk oblasti rasmiylari allaqachon Pokrovskiy qishlog'i yaqinidagi 20 ga yaqin aholi punktlarida bolali oilalar majburiy evakuatsiya qilinishini e'lon qilgan. Ukraina harbiy